2019da emlanmadi. Juda ko'p bolacha. Panencefali degan kasallik olib keldi-da. Panencefali degani o'sha fikrlash yo'q, harakat yo'q, tonish yo'q, xullas miya poni zararlanishi. Hali APDS olganimiz yo'q, bittasini olganmiz. 2-3 olganimiz yo'q. 6 oylik, 1 yasharlikchi. Olmaganmiz. Bunday qilamiz. 1 oyda повторный bitta осмотр qilamiz. 1 oylik holatini bitta gaplashamiz Nurmuhammadda. Yaxshi o'tkazsa keyin yetkazib olishimiz kerak. Chunki baribir vaksinatsiya zarur narsa. Sizlar doktorliklaring uchun shunaqa qilasizlarmi Yo'q. Nimami? Qarang, o'zimiz bo'lamiz, qildiramiz. Hozir nima chiqyapti? Og'ir medallarga bularda nimasali autizm shunaqa rivojlantirib boryapti. Siz uni internetdan ko'rdingizmi? Internetda Qarang. Oddiy qizamiqda asorati, emlanmagan bolachalarda mana 2019da emlanmadi. Juda ko'p bolacha. Panencefali degan kasallik olib keldi-da. Panencefali degani o'sha fikrlash yo'q, harakat yo'q, tonish yo'q, xullas miya poni zararlanishi. Ana shu bitta qizamiq bo'lib o'tib ketib qolgani uchun. Shuning uchun imkon qadar olish kerak endi.